Xonmajon aka, travertenni narxlarini tushuntirib bering aka. Bu yerimiz aka oldin kelgan vaqtimiz loyishvoq edi, andova qilingandi. Uni ustimizga kafinlikli tortdik, traverten qildik. Traverten hamma narsa mahsulotlarini olib keldik, $10 qilib bergan. $10 kvadrat metr, ha? Tagalarini uy egasi olib bergan, qo'yib berib, ustanovka qilib, uning ichiga trafaretlar yopishtirish, hammasi ichida. Kvadrati shekil ketadi, unga adinni pul to'lanmaydi. Hozirgi kunda aka 90 mingdan boshlab 120 minggacha qilib beryapmiz. Hamma narsasi ichida. Endi uy egasi bilan kelishishga bog'liq aka. Tegalarni olib beradi, materiallarini o'zimiz olib kelamiz. Endi uy egasi bilan bu kelishishga bog'liq. Lisasini olib beradimi yoki lisani o'zimiz olib boramiz, narx-navosini kelishib, gaplashib. Boradigan zonalarimiz qayerda? Faqat Samarqandmi yo butun O'zbekiston bo'yicha ham ketaverasiz ham? Viloyat bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz aka. Bizada nima deydi? Brigadamiz kattaroq. Bir vaqt o'zida 3 ta 4 ta joyga borib ham xizmat ko'rsataveramiz. Xo'p, o'sha narx ichiga mana bunaqa trafaretni qilish ham, travertenni ichiga narxiga o'pish qo'shilib ketar ekan. Kvadrati 90 ming so'mdan 120 ming so'mgacha. Butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatar ekan. Asosan Ishtixon tumani, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, o'sha narpaylar bo'lishi mumkin. Pastdagi raqamlarga telefon qilib bemalol aloqaga chiqib, gaplashib olishlaringiz mumkin. Instagramdan kelganlarga qo'shimcha chegirmalari bor.